So'x tumani dunyodagi eng yirik anklav hududlardan biri. 4 tomoni Qirg'iziston Respublikasi bilan o'ralgan. Bu yerning o'ziga xos tabiati, pirviqor tog'lari, zilol suvni boshqa joydan topish amri mahol. So'xga bahor biroz kechroq keladi. Qish esa nisbatan ertaroq. So'xliklarning hayot, turmush tarzi ham boshqacha, oddiy ammo zavqli. Pirviqor tog'lar, undan oqib tushayotgan shifobaxsh suv. Tabiat o'zining bor tarovatini So'xga in'om etgandek go'yo. Odamlari samimiy, soddalik, oddiylik ularning hayoti, turmushida ham o'z aksini ko'rsatadi. Bugun So'xda yaxshi yashash uchun barcha sharoitlar bor. Infratuzilma imkoniyatlarida aytarli muammo qolmagan. Bu kunlarga yetish uchun ko'p yillari bezovta, behalovat o'tgan bu yerliklarni. So'xda umuman hayot o'zgardi. Hattoki So'xni qiyofasi ham shahar qiyofasiga aylandi. Shu paytgacha bitta ham So'xda ko'p qavatli uylar bo'lmasdi. Mana hozir oxirgi kunlarda 10 ta 15 ta ko'p qavatli uylar qurib foydalanishga topshirdi. Aholining kayfiyati yaxshi. Barcha ko'chalarimiz asfaltlashtirib, aholi xonadonlar ichimlik suv bilan ta'minlandi. Biz o'zimiz maktabga loy ko'chada borib kelardik. Hozir esa asfaltda yuribmiz. Bu bizga muvaffaqiyat. Bu balandparvoz gaplar emas. Oddiy muammosi yechimini izlab, viloyat markaziga borish uchun kunlab vaqt sarflagan odamlarning shukronaligi dillardan tillarga ko'chgan bugun. Oldin ko'chaga chiqsangiz yo'llar yaxshi emas edi. Kayfiyat yaxshi emas edi. Magazinga kirsangiz bittasi bor bo'lsa, bittasi yo'q edi. Hozir hamma sharoit muhayyo. Uyda hamma narsa bor. Shukr qilib yashash. Mana 75 ga kirgan bo'lsak, hammadan minnatdormiz. Avvallari so'xliklarning eng katta muammosi yo'l mashaqqati edi. Tumanni viloyat markazi bilan bog'lab turadigan yo'lning masofasi nari borsa 100-120 kilometr atrofida. Ammo ilgari so'xliklar viloyat markaziga borish uchun kunlab vaqt sarflagan paytlar ham bo'lgan. Ilgari anklav bu hududdagi odamlarni og'rintiradigan yana bir masala bor edi. Narx-navoning mo'tadil emasligi, ammo hudud turg'unlarining boshqa imkoniyatlari bo'lmagan. 4 tomonini qo'shni davlat o'rab turadigan manzilda yashaydi ular. Sovuq kunlarda bir kunligini eslang, bir soatini eslang. O'sha biz kunlab, oralab o'sha yerda hamma borardi. Bitta qovun uchun, misol Farg'onada 25 ming bo'lsa, hozirgi narxda bizni So'xda 50 mingga olardik. Chunki yo'lda qiyinchilik bo'lardi. Ming rahmat davlat rahbarimizga shunday sharoit yaratibdi. Mana hozir narx-navo arzon, mana qarang, hozir nechta furalar kelyapti So'xga. O'shanaqa sharoitda yashaganmiz. Hozir biz minnatdormiz. So'xda ayni ekin mavsumi boshlangan hozir. Odamlar yerga baraka urug'ini sepish uchun dalalarga otlanishgan. So'xda asosan aholi dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Tomorqa yerlardan tashqari mana bu kabi bepayon ekin yerlarda dehqonchilik qiladi odamlar. Yerga ishlov berishda esa traktorlar bilan birga ot va eshaklar xizmatidan ham foydalaniladi. Kartoshka ekadi, luvyo ekadi, makka, bug'doy, so'zi, piyoz hamma narsa ekadi. Birgina dehqonchilik emas, endi bu yerda tadbirkorlik ham rivojlanib bormoqda. Inson qadri ustuvor imkoniyatlar odamlarni yaxshi tashabbuslarga chorlayotgani rost. Bu buloqni mahalliy aholi Chashma deydi. Chashma mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan. Buloq tabiiy sharoitda yer ostidan chiqadi va tarixi bir necha asrlarga borib taqaladi. So'x tumaniga kelgan odam aynan mana shu buloq suvidan ichmay ortga qaytmaydi. Mahalliy aholining ta'kidlashicha Chashma 1400-1500 metr chuqurlikdan chiqadi. Yumshoq, zilol bu suvni shifobaxsh ham deydi so'xliklar. Tumandagi 7 ta mahalla aholisini aynan shu Chashma suv bilan ta'minlaydi. Ham iste'mol qilishadi, ham sug'orish suvi sifatida foydalanishadi undan. Vaqt tez o'tadi bu yerda. Atiga 27 ta mahallani o'z ichiga olgan tumanni bir kunda aylanib chiqish imkonsiz. Uning borib ko'rsa arziydigan joylarini 4-5 daqiqaga sig'dirish ham.